erkak kishini 50 ga bormasdan infarkt qilib, kasal qilib, sil qilib, tugatib tamom qiladigan narsa bu xotinini noshukurligi, ochofatligi, jag'ini tinmasligi ekan. Xotin kishi boru, noshukur bo'lsa, ochofat bo'lib, jag'i tinmaydigan bo'lsa, erkakni uydan bezitib yuboradi. U erkak uyga kelgisi kelmaydi. Chunki uyga kelsa, uyda doim vechna janjalda. Uyga kelsa, uyda bayramona shukuh, chiroyli kutib olish yo'q. Uyga kelishiga uydagi xotin bir qoshini ko'tarib boshlaydi. Bechara erkak bezib ketganda, bezib ketgan. Ko'chaga chiqib unga bunga dardini ayta olmaydi. Yig'lab ichidagini chiqarib olmaydi. Erkak kishi hech kimga aytmaydi-da, ichiga yutib oxiri infarkt bo'lib, kasal bo'lib tugab ketar ekan. Ko'chada svetofor tagida yoki oshxonada bir yerda o'tirganda nima bo'pti desa, tappa etib yuragini ushabdi. Uchinchisi ekan, yuragi ustiga kelibdi, ketib qolibdi. Ketib olibdi. Nimadan shu? Shu uydagi muhitni yaxshimasligidan, uydagi janjal jarbalardan, uyda chiroyli kutib olmaganligidan, chiroyli kuzatib qo'ymaganligidan, uydagi ayolni ochofatligi, noshukurligi, jag'ini tinmasligidan. Agar uydagi ayol aqlli, dono bo'lsa, oqil ayol bo'lsa, u erkak kasal bo'lmaydi.